Turetskiy restorandan Adana Durum degan ovqat zapasi qildim. Shashlikni xuddi lavashni ichiga o'raganga o'xshaydi. Menimcha mana bu achchiq emas. Chunki bunaqa kattalari achchiq bo'lmaydi. Keyin o'rtoqlar. Voy. Birorta qizoqroq temada kommentariyada yozinglar. Keyingi safar videoda o'sha qizoqroq kommentariyani topib video olaman. Faqat shaxsiy hayotdan, siyosatdan, din temasida bo'lmasin. Mana shu 3 ta temani hech qachon men gapirmayman. O'zlaringiz ham e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. Eng qiziq kommentariyaga javob beraman.